Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınız? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iroda bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almagan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamida qat'i iroda bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilcha ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Kirosi yana so'rab yurmayla loyihani elib, binoning ostidagi sexga tushib, kerakli materiallarni topdi-da, uni ishlashga boshladi. Buningda albatta Kirosidan ajablanishga bo'lmaydi. Chunki u Edisonga yordamchi bo'lgandan tortib, ko'zi bilan ko'rgan, qo'li bilan ishlaganlarning hammasi elektr mashinalarining zapchastlari edi. Lekin hozirgi bu narsada na magnit, na sim o'rami yo'q bo'lib, uning tok bilan hech qanday munosabati yo'q edi. Uning asosiy qismlari metaldan yasalgan cho'ng bir kanaychi bo'lib, uning girvaklariga burma shaklli gul chekilgan, bir tal uzun o'q ustiga o'rnatilgan. Uzun o'qning bir beshiga bir dona agir tutqich o'rnatilgan. Agiri tutqich aylantirilsa, hilqi yumaloq kanaychimi tang aylanadi. Uningdan boshqa yana ikki dona kichik metal turbi bo'lib, har bir turbining uchiga o'ttirisida diqmoq yanisi bor bir parcha taxtay o'rlashtirilgan. Demak, zapchastlari ko'p bo'lmasin, lekin bir-birlab sanash osonga tushmaydi. Uning ustiga ularning nomlarini to'liq ataya olgan bilan qayerga ishlatilganligini uqmay aplashtirolmasa, odamning qalbisi elishib ketadi. Kirosi buning nimaligini bilmasin, tez tutish qilib mashinani yasab chiqdi. Ondan loyihaga tafsiliy selishtirib, qilchi avan yo'qligiga ko'zi yetgandan keyin uni ko'tirib, guz-guz mengib, binoning ustiga elib chiqib, Edisonning oldiga elib bordi. Ro'shanki, Edison uning putishini kutib bir oz taqazzo bo'lib turibdi. Mashinani ko'tirib chiqayotgan Kirosini ko'rish bilanla, xuddi to'rt ko'zi bilan kutib turgan bolasini ko'rgandek tezdan uning oldiga berib, mashinani ehtiyotchanlik bilan qo'liga elib bag'riga bosdi. Uning eg'irligiga qaramay, bir tal tamaki chekib bo'lg'idek vaqtda uni dangsab, uyan bo'yniga sapselib, ondan pan bilan jo'zni ustiga qo'ydi. Kirosi endi o'zini bosolmadi. U loyihaliguvchining yeniga kelib, Edison apandi, bu qandaq mashina? Men uni surtiga qarabli yasagan bo'lsam-mo, lekin buning zodi qandaq narsa ekanligini uqolmadim. Edison og'zini yumib kulib qo'yib, bu so'zlaydigan mashina Kirosi. So'zlaydigan mashina demsiz? Dedi Kirosi ko'zini chimildatganicha Edisonning so'zini takrorlab. Siz menga chaqchaq qilmang. Dal shu chaqda bir ish bilan Edisonni izlab kelgan sex mudiri Kamin bu hikoyalarning parig'ini anglab faqat ishonmagan holda beshini chayqab, uni bir eg'iz gap qildira olsangiz, sizga bir korobka oliy sigar taqdim qilaman, dedi. Yerim eg'iz gap qildira olsangiz, men bir sivat olma tikdim, dedi Kirosimo mudirga moslashib. Bo'ladi, dedi Edison ustalga paqqida birini urib bo'sh kelmay. Karomati bor yo'qligini mushu yerda sinab boqayli. Agar gap qila olmasa, bir korobka sigart, bir sivat olma bilan sizlarni mehmon qilaman. Edison Kirosiga bir parcha qalli yaproqchini akaldirib, uni girvaklariga burma shaklli gul chekilgan metal noshkining ustiga o'rab, ondan agir tutqichni aylantirib edi. Heliqi cho'ng noqchimi aylanishga boshladi. Lekin tutqichni bir necha aylandirmayla. Amdil o'rab qo'yilgan heliqi qalay yaproqcha chars qilib parchalanib, xuddi yaproqdek uchib yerga tushdi. Kamin og'zini qo'li bilan to'sib olmagan bo'lsa, qaqaqlab kulib atkila tas qolgan edi. O Kirosiga, qara, aylanmayotgan yerda qandoq gap qila olasan?
Endi sigar chekib, almini toza yeydigan bo'ldik-da deganda qilib ko'zini qisib qo'ydi. Kirosimo ko'ranglab mo'risini qisib qo'ydi-da, qalay yaproqchi parchalanib ketmay, faqat mushundoq aylangan taqdirdimi, uningda zuvan chiqmaydi dedi ichida. Ikkaylan o'zlaricha xo'shal bo'layotganida Edison ikkinchi qalay yaproqchini o'rab bo'lgan edi. U bu qaytam texmi astoydillik bilan o'rdi. Tutashtiradigan joylarini yelim bilan mahkam chapladi. Ondan yumaloq nokashni oldi kayniga bir necha qaytam aylantirib ko'rib, mas'uli yo'qligiga ishongandan keyin sinoqni boshladi. Kirosi bilan Kamin bir chetda jimjit qarab turdi. Edison aygir tutqushni yengil aylantirib turib, og'zini nokashning oldidagi heliqi kichik turbiga to'g'rilab, ovozliq naqsha etdi. Mari baqudu o'g'loq, yungi budruq ham appoq, Mari mangsa qayerga, u mu bardo shu yoq. Edison naqshini aytib bo'lib, tutqushni mu aylantirmadi. Demak, ovoz elish rasmiy tugadi. Ondan yumaloq nokashni asli o'rniga yo'tkab, paya og'zini to'g'rilab naqsha etgan hiliqi kichik turbini chiqarib elib, yana bir kichik turbini yumaloq cho'ng nokashga to'g'riladi va mashinaning hamma zapchaslarini inchkilik bilan bir qitim tekshirib, yana aygiri tutqushni yengil aylantirdi. Hamda yumaloq nokashning asta aylanishiga agishib, birdilla mashina so'zlashga boshladi. Yo'q, naqsha etishga boshladi. Mari baqudu o'g'loq deb donima-dona ochiq aytqili turdi. Naqshining yangroqligi, yiqimliq ritmi baya Edison aytganga o'pmi o'xshash edi. Kirosi bilan Kaminning ko'zlari chaqchiyib, chaniqidan chiqib ketay deb qoldi. Og'zlarini kamardak echib, hangviqib turibli qilishdi. Zuvani bor ikki odam gap qiladigan mashina oldida nima deyishini bilmay butdak turib ketishdi. Ular bir hazog'icha hangviqib turgandan keyin Kirosining yuzidagi bo'ljun go'shlari midirlig'ida turdi. U barliq kuchini ishqa selib ushtin tutlab, "Tangrim, rost degandek bu gap qiladigan narsa ekan emasmi?" devatdi. Edison o'rilib Kirosiga qardi va kulib turib, "Tangri" deb urivermagin, dedi va o'ng qo'lini Kirosining so'l mo'risiga, so'l qo'lini Kaminning o'ng mo'risiga selib, "Kelinglar, birlikda tadqiq qilaylik. Meningcha, yana yaxshilab o'zgartirishga tegishli bir necha yer bor", dedi. Gap qiladigan mashinani mukammal qilish uchun Edison bir necha yordamchilar bilan birlikda uda bir necha kun qattiq ishladi. Qish kirib qolgan edi. Havo ochiq. Daraxt shoxlari orasidan tushib turgan so'z kun nuri derizlar orqali ko'pchilikka sho'li tashlab turgan chaqlarda ularga xo'sh yiqib, ruhi makmi ko'tarangi bo'ladi. Bo'ron chiqqan, qor yoqqan kunlarda bo'lsa, lapildab yig'iyotgan qor va shimol shamolining gurkarashlari xuddi tuman tulpar baydiga tushgandek, zo'r qo'shin istehkomga hujum qilayotgandek haybatli bo'ladi. Bunday chaqlarda ular texmi g'ayratlanib ketadi. Mashina har bir qitim o'zgartilganda bir qitim ovoz elinib, mashinaning unumi bir qitim sinab ko'riladi. Bunday chaqlarda tajribaxonada xuddi mashrab o'tkazilayotgandek, kulka, naqsha, parang qaynab ketadi. Ammo sinab qilinib bo'lgandan keyin Edison yana qanoatlanmay, uningdan yana kamchilik, chatoq topganda ishxonada birdilla jimjitlik hukm suradi. Sinaq xotirasi ko'paygan seri kamchilik, chatoqlar aziyib bordi. 12 ayning 6-kuni kechida Edison qo'llarini bir-biriga shapaloqlagan holda, "Bo'ldi. Bizning bu gap qiladigan mashinamiz endi kishilarning oldiga elib chiqadak bo'ldi", deb jakarladi. Edison qo'lini shapaloqlab jakarlishi bilan Kirosi, Beshli, Otter, Kamin qatorliq bir necha yordamchilarmi qo'shalliqidan chavoq chelib tantana qilishdi. Sextiki ishchilar bu xush xabarni anglab, binoga uchqandek chepib chiqishib, orqa-orqadan Edison bilan qo'l elishib, uni muboraklashdi. Odam ko'p bo'lsa, tog'dug'i cho'ng bo'ladi. Hash-bash deguchi uy ichini olqish, naqshi ovozi qoplab ketdi. Tantana sadosi ikki qavat binodan halqib, kechining jimjitligiga cho'mgan Monro bog'chisining osmonida uzung'icha yangirdi. Kirosi naqshi etib etib, Kaminning toza qiziq chavoq chelayotganligini ko'rdi-da, ittik berib, uning to'mir taqtaydek dumbisiga birni mushlab qo'pollik bilan, "Hey, quruq qiziqchilik qilgan bilan bo'lmaydi. Va'da qilgan heliqi isil sigartingni hamda akilarsan." Kamin orqasiga qarab Kirosini ko'rdi-da, bo'sh kelmay, "Sigaretni chekkan bilan gal qurib ketadi. Shunga yana bir sivat olma bo'lsa, galni namlasak toza payzi bo'ladi", deb radiya berib, sat hijib kulib qo'ydi.
Shu kuni kechida Edison bitirgan mashinaning bir parcha tuzilish xaritasini sizib, uning uzun qisqaligi, o'lchimini yezib Kirosiga berib, xaritadagiga o'xshash qilib yasab chiqqan. Darhol texnika ishlari idorasiga tizim qoldirman, dedi. Ondan bir dona qog'oz sanduqni tepib, mashinani qochilab qo'ydi-da, atisi o'zi Nyu-Yorkka elib berib, ilm-fan arboblariga oshkor ko'rsatib baholatmoqchi bo'ldi. Atisi sharq amdili qizarganda, Edison kichik o'g'li toshni ko'tarib, cho'ng qizi Dotini yetilab uydan chiqdi. Uni poyezd stansiyasiga olib Payton eshik oldida uni kutib turardi. Uzun o'tmay Marimi yetib keldi. U qo'lidagi hilqi kichik sanduqni ehtiyotchanlik bilan Paytonga qo'ydi. Ondan toshni undab chavoq chelib, "Kel qo'zam, men bir ko'tiray. Dadang Nyu-Yorkka berib, sana qan, kampit akilib bersinjimi?" dedi. Bala qan, kampitning etini anglabla ansiga yamashdi. Edison Paytonga sakrab chiqdi. Yengishginicha qo'lini pulanglatib, "Doti, dashi, xayr xo'sh", dedi. İki balımı kichik qo'llarini jenining boricha pulanglatib, "Dada, xo'sh" deb varqirashdi. Harukash qamchisini o'ynatib, "Cho'h" deyishi bilanla Payton mengib ketdi. Edison xeli yerga borgandan keyin orqasiga qarab edi. Qizg'ush tong nurda ona bola uchaylan texichi eshik oldida turardi. Payton ilerdan burilib, cho'ng yo'lga chiqqandan keyin at bo'ynini so'zib birini kishnidida uzun putlarini ulashlab uchqandek chepishga boshladi. Yangi qaylin qor yoqqan bo'lib, jimi jahon xuddi qoshtosh, kumush yetilgandek oppoq edi. Paytonda ketayotgan Edisonga yo'l yoqasidagi kumush libos kiygan daldaraxtlar xoshallikdan sakrishayotgandek, osmonda chaqnab turgan quyosh kulayotgandek ko'rinadi, nihoyat huzurlandi. Beixtiyor holda jaynikini yenirga qog'oz sanduqqa qo'yib, o'zicha g'ingshib naqsha etishga boshladi. Edison bu kuni attigandili dastlabki poyezga o'ltirib, Nyu-Yorkka kelib, mamlakat bo'yicha eng cho'ng ilmiy jurnal ilmiy amerikaliklarning bosh muharriri Pechning ishxonasiga ruhli qaldi kirib keldi. Amdili ishga tushib turgan Pech Qadinas do'stining qoqsa harda kelganini va uning qo'lidagi qog'oz sanduqni ko'rib, do'stining cho'qim bir yangi narsa olib kelganligini bildi-da, darhol o'rnidan turib salomlashdi. "Voy, o'ltiring. Ahvoldan qaraganda bugun yana nazar doiramizni ochadigan o'xshaysiz. Qandaq yangi kashfiyot olib keldingiz?" dedi. Edison qog'oz sanduqni Pechning ish ustiliga qo'yibla qiziqchilik qilib, "Aldirmang. Sal ta'xir qilsangiz, hammani bilasiz", dedi. Edison qog'oz sanduqni ochib, yangi mashinani elib, Pechning oldiga surib qo'ydi. Ondan kichik tutquchni ko'rsatib, "Bir necha qitim aylantirib ko'ring", dedi. Pech Qadinas do'stiga bir qarab, mashinaga bir qarab, zodi qandaq narsa ekanligini bilolmadi. Tutquchni aylantiray dedi-yu, biroq do'stining qattiq chaqchaq qilib tushirib etishidan qo'rqib, tutquchga uzatgan qo'lini itib tortib oldi. Ammo o'zining ilmiy jurnalining bosh muharriri, uning ustiga bo'yi ozgina kam 2 metrga yaqin bir erning kichikkina bir mashinani tutishga jur'at qilmaganligi sirtqa anglab qolsa sat bo'ladiganligini o'ylab, tavakkul qildi-da, ham qo'rqinch, ham xoshallik uning ustiga qiziqish ichida qo'lini qaytadan agir tutquchga uzatdi. U tishini tishlab agir tutquchni aylantirib edi. Cho'ng nokashmo asta aylanib, gijildigan ovoz chiqishga boshladi. Orqadilla kichik mashinaning tili chiqib, nihoyat aniq so'zligili turdi. "Yaxshimisiz, hurmatli afandim? Siz bu patifonga qanday qaraysiz? Anglab bo'lgandan keyin agar qanoatlanmagan yerlaringiz bo'lsa, tortinmay ko'proq fikr bering, ko'proq tanqid qiling." Kirish so'z tugagandan keyin nafs nomerlar boshlandi. Naqsha aytildi, yana texi yo'tal tushkuriklar monglandi. Nomerlarni sanab tugatgil bo'lmaydi. Bu haqdagi xabar tarqalish bilanla ilmiy amerikaliklar jurnali idorasi zilzilaga keldi. Ko'pchilik bosh muharrir ishxonasiga qarab shundoq chepishdiki, ko'z yumib ochqucha bir eg'iz keng qushodi uy odamga liq to'ldi. Bir-biridan talashgan holda berib bir ikki aylantirib ko'rishadi. Birisi undoq yaxshigan desa, birisi mundoq qaltisgan deyshadi. Yana birisi og'zi besilmay maqtab ketadi. Qisqasi, uy ichi varang-churangga to'shib ketgan edi. Pech patifonni ko'rib hang-tang bo'lib qolg'achqa, atrofidagi muhitning o'zgarishiga zodi diqqat qilmagan edi. Bu chaqda u tuyuqsiz
kishilarning varang churug'ini anglab qarab edi, kichikkina ishxonada cho'ng yig'in echilib ketibdi. U aldirab Edisonning yeniga kelib, uning qulqiga mashinani tez yig'ishtirib eting. Bo'lmasa ular bu kichkina ishxonamga patmay, uni o'rib yetidi, deb pichirladi. Shunday qilib, gap qiladigan mashina degan bu kishini hayajonlantiradigan xush xabar hamma yerga tarqaldi. Ilmiy Amerikaliklar jurnali yangi mashinaning dunyoga kelganligini xabar qiladigan bir parcha maqola bosdi. Uning mavzusi mundaq edi: davrimizdagi eng ulug' kashfiyot gap qiladigan mashina. Pech bu maqolada jonliq iboralar bilan Edisonning qog'oz yeshikni ko'tarib, tong saharda ilmiy Amerikaliklar jurnali idorasiga kelgan jarayonini aynan va mufassal tasvirlagan. Kishilarga bu ulug' kashfiyotning bundan keyingi ilm-fan tadqiqoti uchun texmi yangi, texmi keng zamin echib berganligini jakarlagan. Bu xabar mamlakatning har qaysi joylarida quloqdan quloqqa anglanib, nihoyat keng tarqaldi. Bundaq ajoyib xabarga kimmi qiziqmasin? Sali diqqat qilinsa, nada, qachonli bo'lmasin, mundaq paranglar quloqqa kirib turadi. Tomoshachilar top-top bo'lishib, taraf-tarafdan Monro bog'chisiga qarab eqishga boshladi. Temir yo'l shirkatining xo'jayini bu vaqtni pul tepishning eng yaxshi fursati deb qarab, darhol poyezd ajratdi va qatnash vaqtini boshqadan o'rlashtirdi. Monro bog'chisiga qatnaydigan maxsus poyezd ajratdi. Nyu-Yorkdagi ba'zi cho'ng oshxonalar, meyve do'konlari, yemak-ichmak shirkati bas-basda Monro bog'chisiga savdo punktlarini qurib, bir muncha ushoq ovqatchilarmi bas-bas bilan joy egallashib, yoyma etishdi. Joy egilolmaganlari kelkundak odam to'piga qisilib yurib, tovlab savdo qilishdi. Aslida kichikkina, jimjit yeza hamda birdilla avod bozorga aylanib ketdi. Bu ekskursiyachilar orasida olimlar, san'atkorlar, jurnalistlar, axborotchilar bor edi. Chochlari oppoq oqargan peshqadam professorlar, maktabga kirgili uzoq bo'lmagan kichik o'quvchilarmi bor edi. Mayli kim bo'lsin, Edison hammaga o'xshash qarab, ularni intayin samimiy qabul qiladi. Ular o'tirg'i qo'ygan har turli masalalarga avorchilik deb qarmay, intayin tafsiliy javob beradi. Tomoshabinlar hadab Monro bog'chisiga ekskursiyaga kelib turishdi. Gazet jurnallarmi hadab munosabatlik xabar va maqolalarni e'lon qilib turdi. Aslida shu chaqdagi odatdagi kishilarning ilmiy saviyasidan aytganda, gap qiladigan mashina degan mushu so'zning o'zila nihoyat sirli anlatdi. Amdilikda bo'lsa, maqol yozuvchilar mubolag'a qilib, ko'p turib, texni sirliqlashtirib kichkina bir mashinani bo'libmi, uning kashfiyotchisini kishining aqli yetmaydigan sirli qilib tasvirlashdi. Bu maqollarda ba'zilar Patifonni 19-asrdagi mo'jiza deyishdi. Ba'zilar uni ilm-fan aql-parosining javhari deyishdi. Bir parcha maqolada Edison zamonimizdagi eng ulug' kashfiyotchi, qadimdan tortib ta hozirgacha kam ko'rilgan ajoyib zotlardan biri. Uning kishining aqli yetmaydigan kashfiyoti butkul dunyo madaniyatining eng yuqori cho'qqisiga qarab ilgarilishiga turtki bo'lmoqda deyilgan. Yana bir parcha maqolada Edisonning kashfiyoti barliq koni qoida usullarini tugitib, dunyodagi barliq shaylar uchun yangi tartib o'rnatdi. Bundaq tartib ming bir kechidagi tasavvur kuchiga eng boy xonish Shahrizodning ahliga kelmagan bo'ladi deyilgan. Hajviy rassomlarning qalami ostida Edison texmi mubolag'alashtirilgan. Ustiga uzun qora to'n, beshiga ushluq egiz qalpoq kiygan. Bayni o'rta asrdagi kimyogarlarga o'xshash sarliq shaxs edi. U abdi chiroyi g'alati bir holda bir dövi ajoyib g'aroyib botulka qutilar orasida mo'chiyib yurib, qaynab turgan dorilarni tanshimoqda. U ko'z bilan ko'rgili, qo'l bilan tutquli bo'lmaydigan kuchli tokni tutibla o'zi xohlagancha uyoq-buyoq qila oladi. Qop-qorong'u bo'shliqda o't chiqara oladi. Bir parcha oddiy qalay yaproqchisidan naqsha, tushkuri chiqara oladi. Qandaq narsa bo'lmasin, uning qo'liga o'ch bilanla o'zgardiysa u narsa butunlay boshqa bir nimaga aylana oladi-da, siz hayron qilib opirin o'qimay qolmaysiz va hokazolar. U endi tajribaxonaning xo'jayini bo'lmasdan,
balki Monro bog'chisidagi sehrgarga aylantirib qo'yilgan. Davlat ichida ahvol ana shunday edi. Davlat sirtida-chu. Ahvol davlat sirtidimi mushuningdan ko'p farq qilmaydi. 1878-yil 1-oyda xabar Angliyaga tarqaldi. Padişahning ba'zi urug' tuqqanlari, olimlar, mashhur arboblar bir-biriga xabar yetkazib, qiziq paranglarga tushishdi. Angliya pochta ishlari bosh idorasining elektr maslahatchisi Polis Monro bog'chisiga odam avatib, turli chora orqali patifonning bir dona modelini akeldi. Londondagi padişah ilmiy jamiyati bu ishni uqqandan keyin darhol ko'rgazma ichib, doklad uyushtirib, maslahatchi polisni keng ilm-fan havaskorlariga bu gap qiladigan mashinani tunishtirishga alohida taklif qildi. Xabar Fransiyaga, dal Parijdagi dunyo ko'rgazmasi ochilish oldida anglandi. Ko'rgazma riyosatchisi Monro bog'chisiga maxsus vakil avatib, dunyoga dong chiqqan yangi mashinani ko'rgazmaga qatnashtirishni taklif qildi. Natijada har soha arboblarining birdek qo'llab-quvvatlashi bilan Fransiya hukumati patifon uchun mukofot berdi. Patifonning kashfiyotchisi Edisonga to'rlik unvonini hadiya qildi. Hurmat, madiya albatta nihoyat ko'p edi. Masxara qog'ishlarmi oz emas edi. Yuqori jamiyatdagi ba'zi oliy kishilar, olim, tadqiqotchi degan quruq viskini esib olib, hech ish qilmay ketkichi qo'rsoq beqib yuratdi. Ular yo'q yerdan putoq chiqarishga amoq. O'zini yuqori ko'tarish uchun boshqalarga zarba berishga odatlangan edi. Bu bir hujum ablahlar Edisonning kichkina mashina ijod qilganligini ko'rib, o'zini tutolmay pogonda qizirishib ketdi. Ularning hasadxo'rligi tutib, qo'llari qichishib, og'zi besilmayli qoldi. Yomon niyat bilan zitiga tegadigan maqollar, fitna ig'volar xuddi yoshurun etilgan o'qlardek qorong'u bulung puchqoqlardan etilib chiqishga boshladi. Birovlar bir gizit burush qandaqmi mashina ijod qila olsin, cho'qim uni bir yerdan o'g'irlab keldi desa, yana birovlar dunyoda nadimi gap qiladigan mashina bo'lsin, so'zmanlarning hili mikrisidan hoshyor bo'lish kerak deyishdi. Bundaq zaharlik topitanalar, tuhmatlar shundoq yog'diki, bu gaplar bilan Edison kuchug'i chiqqan bir aldamchi buzuq bo'lib qoldi. Bundaq murakkab ahvolda Edison qandoq qildi? U hech narsaga pisand qilmay qiladiganini qilaverdi. Maqtisimi, tillisimi, har qancha bo'ron chopqin ko'tarilsimi parvo qilmay, o'zining kashfiyoti bilan shug'ullanaverdi. Monro bog'chisiga ekskursiyaga borgan kishilar sirtdagi tashviqotning ta'siriga uchraganlikdan dastlabida Edisonni beshiga cho'ng shilap kiygan, qo'liga madaniy xos tutgan, yurish turishi salobatlik mo'tabar olim sifatida ko'rishni yoqtiradi. Lekin ular Edison bilan qo'l elishib ko'rish bilanla o'zining burunqi o'ylarining butunlay xato ekanligini his qilishadi. Demak, ular chochlari paxpaygan, alqonlari qadoqlashib ketgan. Kiyim-kechak, mijoz xulqida qilchi hakovurlik, alohidilik yo'q Edisonni ko'rishadi. Agar u sizdan ayrilib kishilar to'piga kirib ketsa, darhol ko'zingizdan g'oyib bo'ladi-da, uni tonib ololmay qoladingiz. U ana shundoq intoyin odatdagi kishi. Shundoq bo'lg'achqa, oylab yillab aqli ham jismoniy emgak qilib, butkul qon tarini sarf qilib, mushundoq dunyoga donqi ketgan, so'zlaydigan mashinani ijod qildi. Edison so'zlaydigan mashinadan endi yana qanoatlanmadi. Metal nokash ham cho'ng, ham ig'ir edi. Qala yaproqchimi nozik bo'lib, bir necha qitim ishlatmayla ovozi bitib qoladi. Hilqi agri tutqichnimi qo'l bilan aylantirish kerak. Tez aylantirishqimi bo'lmaydi, asta aylantirishqimi bo'lmaydi. Haqiqatan qolaysiz edi. Mushu joylarning hammasini amal qilib, davomli o'zgartib berishga to'g'ri keladi. Boshbahordagi janub shamoli xuddi tug'ut onisidek gullarni echildirmoqda edi. Monro bog'chisining idirlaridagi yop-yeshil yupurmoqlar, qip-qizil gullar, ko'p-ko'k osmon, oppoq bulutlar ostida odatdan tashqari chiroyli jilva qilib, ko'zlarni qamashtiradi. Yiroqlardan chechilgan xushpuroqlar,
kishilarning dimiqiga urilib turadi. Kimdir birov bir necha tal yasiman gulini uzib, botulkaga selib, Edisonning ish ustulining yenidagi deraza ostiga qo'yib qo'ydi. Yana birov uningdan nima shunday qiladiganligini so'raganda, u kulib turib, tajribaxonaning xo'jayiniga bahor xabarini yetkazib qo'yay. U kecha kunduz bosh ko'tarmay ishlab, balkim faslning almashqanligini bilmagan bo'lishi mumkin, dedi. Bir kuni poytaxt Washingtondan Amerika fan tadqiqot akademiyasining Edisonni patifon haqida ilmiy doklad berishga taklif qilgan telegramma keldi. Bu chaqda cho'ng nokash va kichik agir tutqushni o'zgartirish xizmati aktiv elib berilyotdi. Hamda bir oz natijami ko'rilgan. Edisonning ra'yi bo'yicha bo'lganda ishni yarim yo'lda to'xtatib qo'ymay, to'mirni qiziqida so'q degandek ishni biroqlab bitirish edi. Shunga u rahmat aytib, bormaslik qaroriga keldi. Lekin u bir necha yordamchilarining hech gapdan hech gap yo'qlar rad qilib sat emasmi? Qarang, ular telegrammada ishingiz har qancha aldirash bo'lsa-mu qimmatli vaqtingizni chiqarib, jamoatning orzusini yerda qo'ymasligingizni umid qilamiz deb nima degan samimiy gap qilgan deb orqa-orqadan qilgan nasihatlarini yerda qo'ymay, oxir ma'qul bo'ldi-da. Kulginicha beshliga "Amsa sen men bilan birga borgin" dedi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tunishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun mush yerda oxirlashdi. Davomini Atiksan programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay do'stlar bo'lsa, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlanadi bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.